Xo'p, mana kitoblarni o'qib bo'ldim. Belim qisiladi. Do'stlar. Ana endi bir kun ko'chaga chiqib kelaychi do'stlar. What? Kela. Nima bu? Do'stlar? Do'stlar? Do'stlar nima bu? Oltinmi? Do'stlar bular hammasi oltin. Voy do'stlar, oltin yo'q. Ketdik, davay ichga kiramiz do'stlar. Ketdik. Davay, go kiramiz do'stlar. Kim qurib ketdi ekan mana? O'lay. Ana do'stlar. Men yoqtirmaydigan do'stlar va o'sha parkour do'stlar kim qilgan bo'lsa ham parkour yoqmaydi. Bu ana do'stlar, ana ehtiyot bo'lib o'tamiz. Hop, ana do'stlar yiqilib tushdim. Do'stlar ehtiyotkorlik bilan chiqish kerak. Mana hozir boshdan. Ana do'stlar. Mana. Ozgina qoldi do'stlar, chiqamiz. Ana. Bitta qoldi do'stlar. Ana endi bitta qoldi. Do'stlar. Shunday yoqmaydi menga parkour do'stlar. Umuman yoqmaydi. Ana. Hop, ana. Hop. Endi ana. Mana. Va bitta qoldi. Ana do'stlar, o'tib oldik. Do'stlar. Zombilarni qaranglar, men buni o'ldirishim kerakmi shunda? Hammasini? Ana yerda sandiq bor ekan. Men bu yerda ham sandiq bor ekan. Ehtiyotkorlik bilan o'tish kerak. Ana do'stlar, endi biz zombilarni o'ldira olamiz. Mana hammasini olamiz. Mana do'stlar, hammasini olib bo'ldim. Ana endi kiyamiz kiyimlarni. Ana buni bu yoqqa. Ana do'stlar, men kiyib bo'ldim. Ana endi bitta o'ldiramiz. Sekin. Baqaka hammang baqaka o'ldirib tashlayman. Mana do'stlar, ozgina qoldi va bolalari qoldi. Mana o'ldiramiz hammasini do'stlar. Ana. O'lay do'stlar. Bu o'lmaydimi? Ana. O'ldi ana do'stlar. Bo'ldi. Olamiz va sandiqda qanday bor ekan? Ura do'stlar, yaxshi qilich va bizga norvon bor. Endi qanday chiqamiz? Teshik bormi bu yerda? Ana, mana bu yerda teshik bor ekan. Plus mana bu yerda chiqamiz do'stlar. Ana, hop, bu yerda qo'yilgan ekan do'stlar. Buni olamiz. Hop, buni bu yerga qo'yamiz. Ana. Bo'ldi do'stlar, chiqib oldik. Endi bu yerda nima qilamiz do'stlar? Hop, o'tin. Mana bu yerda teshik. Do'stlar, men topdim. Demak, hozir biz bu yerda daraxt qazib va norvon yasab chiqishimiz kerak. To'g'ri. Ketdi, qaziymiz do'stlar. Norvon yasaymiz. Mana do'stlar, pashti qilib bo'ldim, ya'ni qazib bo'ldim. Mana endi biz hozir taxta qilib va taxtadan biz verstak yasashimiz kerak. Mana taxta olib bo'ldik. Ana endi verstak bitti. Hop, verstakni mana bu yoqqa qo'yamiz. Endi do'stlar, biz cho'p yasab olishimiz kerak. Mana 40 ta cho'p berar ekan. Ana 40 ta olyapmiz, olib bo'ldik. Endi norvon yasaymiz. Mana 15 ta norvon berar ekan. Bo'ldi. Ana endi chiqamiz do'stlar. Hop. Mana do'stlar. Hozir mana bu yerga kim qo'yibdi? Ana oldik.
Hop. Do'stlar, ehtiyotkorlik bilan qo'yish kerak. Bo'ldi do'stlar. Men chiqib oldim. Endi bu yerda nima qilish kerak? Teshik bu yerda. Lekin biz qanday o'tib? Do'stlar, ana yerda sandiq bor ekan. Qanday o'tsa ekan? Bu yerda yo'l bor ekan do'stlar, men topdim. Kim qilgan bo'lsa ham juda ko'p vaqt oladi do'stlar. Kimni g'oyasiga kelibdi bunaqa qilish? Kimni miyasiga kelibdi do'stlar? Qani sandiqda ichida nima bor ekan? Do'stlar, oyna bor ekan. 60 ta oyna bor ekan. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yamiz. Endi chiqamiz. Men topdim do'stlar. Men qanday qilishni topdim. Mana bunday qilamiz hozir. Do'stlar, men topdim. Hozir mana biz endi do'stlar mana bu yerdan mana bunday qilib chiqishimiz kerak. Ana shunday qilib anaqa chiqishimiz kerak do'stlar. Chiqamiz mana do'stlar. Mana keyin mana do'stlar, tushib ketadim hozir. Do'stlar, tushib ketardim hozir. Mana buzilib ketdi. Hozir mana ozgina qoldi. Ana. Hop, do'stlar. Ana yerda yozilib sandiq bor ekan do'stlar. Qani nima yozilgan? Hariki, seni bu to'sqinlarimdan o'tolmaysan deb o'ylagandim. Barakalla, bu sovg'alar senga. Do'stlar, bu narsani atayin men uchun kimdir qilgan ekan do'stlar. Qani sandiqda nima bor ekan? Qani ko'ramiz, qani. Buni kim qo'yibdi? Tashlaymiz, bo'ldi. Do'stlar, hattoki hayratlanganimdan dudug'lanib qolyapman do'stlar. Do'stlar, muncha oltin. Mengami bu do'stlar? Yaxshi do'stlar. Do'stlar, endi men boyib ketaman do'stlar. Do'stlar, endi men boyib ketaman do'stlar. Video shu joyga tugaydi do'stlar. Xullas do'stlar, video shu joyga ko'rgan bo'lsanglar albatta like bosib qo'yinglar va kommentariyada xohlagan so'zlarni yozib qoldiringlar do'stlar. Eng muhimi, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Albatta kutaman sizlardan do'stlar. Obuna va like yig'ishimiz kerak do'stlar. Hammaga xayr do'stlar.